Assalomu alaykum. Efirda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Asbxonov bugungi dasturimizda O'sh shahrida o'quvchilarning davlat yozgi lagerlarining yo'qligi muammomi yoki ahamiyatsizmi? Qirg'iziston orqali gaz olib o'tish loyihasi doirasida Xitoy qirg'iz yoshlarini olib ketib, o'qitib berishga va'da qilmoqda. Jalolobod shahrining kurort hududidagi pista o'rmonini qurt qopladi. O'sh shahrida yangi emgachaklagan chaqaloqlarning musobaqasi bo'ldi. O'quv yili yakunlanib, maktab o'quvchilari ta'tilga chiqishdi, lekin ularning qayda dam olishi hozircha aniqlanmagan. O'sh shahrida yolg'iz Jashtiq lageri bor bo'lib, u ham bu yil bolalarni qabul qila olmaydi. Chunki qurilish ishlari boshlangan. Endi bolalar ta'tilni qanday o'tkazishlari mumkin? Qanday takliflar berilmoqda? O'sh shahridagi 52 ta maktabda 60 mingdan ortiq o'quvchi bilim oladi. Ularning asosiy qismi dam olish vaqtini uyda o'tkazishadi. Sababi shaharda bolalar uchun dam olish joylari yoki lagerlar deyarli yo'q. Ba'zi ota-onalar farzandlarini boshqa hududdagi lagerga yuborsa, boshqalar bolalarini qishloqlarga jo'natishadi. Biroq ikki holatga ham imkon yo'qlarning bolalari yozgi dam olishni ko'p qavatli uylarning maydonchasida o'tkazishadi. Kanikulda ayıllarga жиберебиz. Айылда дагы тууган урук шартыбыз болсо айыл жакка жиберебиз. Анан айылда эчкимиз жок болсо жибере албайбыз. Мисалы биздин шартыбыз жок, айылда эчкимизге барбайбыз. Ушу жерде эле болсок балдар. Көп кабаттуу үйдө турабыз. Балдарыбыз окуп бүткөндөн лагер жок. Айылга жөнөтүп беребиз. Айылда жүрүп 3 ай каникулда кайта келет. Көлгө башка жакка жөнөткөнгө шарт жок. Каникулга чейин ушул эле жерде болот. Domnun aldida ıssiq yerda o'ynashib yuraveradi. O'sh shahrida bungacha deyarli 1000 ga yaqin bolani qabul qilgan Jashtiq lageri faoliyat olib borib kelgan. 2010-yildagi voqealardan keyin yashovchilar lagerni bosib olib bir muddat chiqmay qo'yishgan. Oradan 6 yil o'tgandan keyin kirib olganlar lagerdan chiqarilgan. Tozalash ishlaridan keyin shahardagi kam ta'minlangan 25 ta oilaning farzandlari 10 kun dam olishgan. Biroq eskirgan binolar bolalari uchun xavf yaratgan. Shu sababli shahar yetakchiligi bu yerga 200 o'ringa moslashtirilgan yangi bino qurish boshlash arafasida. Ал жерде курулуш монтаждоо иштери жүрүп атат, канализация иштери жүрөт. Канализация иштери бүткөндөн кийин имараттын курулуш иштери жүрөт. Ошондуктан санитар нормаларга бул балдарды ал жерге алып барууга болбойт. Ошондуктан быйылкы жылы ал жерге курулуш иштери быйылкы жылы толук эс алуу мезгилинде бүтпөй калат. Qurilish sababli bolalarni lagerga qabul qilish to'xtatgan. Uning o'rniga har yildagidek shahardagi 19 ta maktab qoshida yozgi lagerlar uyushtiriladi. Unga jami bo'lib 2 bosqich bilan 600 nafar bolani qabul qilishadi. 19 мектепте ошол микрорайон, ошол аймактык кеңештин балдары келип эс алышат. Бул дагы саны албетте чектелүү болот. Эми бул жерде бардыгы оруп 600 жакын бала эс алат. Анын каражатын бүт камкордугун жергиликтүү бюджеттин эсебинен O'sh shahridagi maktablarda 60 mingga yaqin bola bor. O'sh shahrida 1,5 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Shahar tasarrufidagi yolg'iz 300 o'ringa moslashtirilgan Jashtiq lageri ta'mirlanib bitsa ham bolalar dam olish uchun yetarli sharoitlari yo'q. Hilola Ashurova, Ayday Bedelbek qizi Argen Qalbeko'g'li, Intimaq. Xitoy Qirg'iz gaz qurish shirkati 30 maktab bitiruvchisini Xitoyga olib borib o'qitishni istamoqda. Buning uchun bitiruvchilar Alay va Cho'ng'alay rayonining yashovchilari bo'lishi kerak. Qo'shni taraf Qirg'izistondan Xitoyga o'tuvchi gaz quvurlarining qurilishiga mahalliy aholini jalb qilishni rejalashtirgan. Ularga kompaniya o'zi til o'rgatib, tegishli mutaxassislikka tayyorlashadi. Xitoy shirkati bu safar O'sh shahriga kelib, gaz o'tuvchi qurilish loyihasi haqida tushuntirish berib o'tdi.
O'tgan yili boshlangan gaz quvurlari loyihasiga ko'ra O'sh oblastining Oloy va Cho'ng'oloy rayonlari orqali Xitoyga gaz o'tkaziladi. Umumiy uzunligi 215 chaqirimni tashkil qiladi. Quvur ekin maydonlari va yaylovlardan o'tishi kutilmoqda. Kompaniya tomonidan mahalliy yashovchilarga tovon puli to'lanadi. Gaz quvuri to'liq bitgandan keyin o'lka g'aznasi uchun ham soliqlar tusha boshlaydi. Al 35 yilga bugun ekspluatatsiya bo'yicha masala qaraladi. 35 yil bitgandan keyin qayra dogovorlar qayra qaraladi. 35 yilgacha atak bu proyekt 35 yil qurilish yurilmaydi. 22-yili proyekt bitadi. Anan ishda boshlaydi. Biz boyagi yer masalasida infrastrukturadan berganda 35 yilga hisobda berdi-da masalani. O'lish yerlarga to'g'ri kelgan yer egalariga al qurilish bitgungacha 22-yilgacha kompensatsiya to'lab berish masalasi ko'ratiladi. Mazkur katta loyiha xarajatlarining barchasini Xitoy o'z zimmasiga olgan. Qirg'iziston esa tranzit davlat qatori loyihada ishtirok etmoqda. Qurilish yakunlansa, tranzit hudud qatori o'lka g'aznasiga yiliga $60 million soliq tushishi aytilgan. Бұл долбоор Түркменстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан өтүп Кытайга бара турган Орто Азиядагы өтө чоң проект. Кыргызстандан өтө турган жалпы узундугу 215 чакырым. Бул долбоордун Кыргызстандагы бөлүгүнө $1 миллиард сарпталат. Долбоор ишке ашса, Кыргызстандын казынасына өтө чоң салым кошо турган проект болот. Loyihani amalga oshirishda mahalliy yashovchilarni jalb qilish talabi qo'yilgan. Shu bilan birga joriy yilda qirg'izistonlik 30 nafar o'quvchilarni Xitoy oliygohlarida ta'lim olishi rejalashtirilgan. Talabalarning barcha xarajatlarini Xitoy tomoni o'zlari to'lashi aytilgan. Биз окуучуларды кабылдоодо жергиликтүү тургундарга көңүл буруп жатабыз. Аларды окутууда Кытай жогорку окуу жайларына изилдөө жүргүздүк. Анан тендер өткөрүп, Сиан Мунай университетине токтолдук. Андан соң облус жетекчилиги менен жана Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, алардын колдоосуна алындык. Бул долбоорду биздин корпорациядагы колдоого алып, каржылоого макулдук берди. Mazkur loyihani Xitoyning yirik kompaniyalaridan biri amalga oshiradi. Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, qirg'izistonlik 1000 ga yaqin fuqarolar ish bilan ta'minlanadi. Hurmatoy Nurmatova, Marat Akimbek uli, Nursulton Abdikarim uli, Intimaq. O'zbekiston bilan bo'lgan chegaradagi do'stlik o'tkazish punkti 15-iyungacha kengaytirilishi kerak. Aks holda bu yerda o'tayotganlar soni kun sayin o'sib bormoqda. Hozirda fuqarolarni nazorat qiluvchi kabinalar tayyorlanmoqda. O'tkazish punktiga vitse-premyer ministr Jengish Razaqov borib vaziyatni ko'rib qaytgan. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Vitse-premyer ministr do'stlik chegarasidagi xodimlar ishini tanqid qildi. Hozir mazkur yerni kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Barchasi tugasa navbat kutganlar soni ozayadi. Обедgacha Qirg'izistonga, obeddan keyin Qirg'izistonga, O'zbekistonga qo'yiladi. O'rtacha hozir mo'g'ular ishlab qolsa, hozir bizda turibsizmenga o'tamiz, bunday o'chirtlar bo'ldi. В общем, 15 вам окончательный срок. Yaqin kunlarda do'stlik nazorat o'tkazish bekatining moddiy texnik bazasi mustahkamlanadi. Hozirda pul ajratilib, 15-iyunda foydalanishga topshiriladi. Qo'shimcha bunday jengil konstruksiyadagi lat nemelerden, konteynerlerden turgan nemelerni qurduk, kabinalar. Har bir tarafqa, kiraverish tarafqa, chiqaverish tarafqa 8dan o'tuv joyi tuziladi. Mana bugungi kunda hozir ko'rib chiqdik. Remontda ishlari oyoqtab qolibdir, Xudoy buyursa. Do'stlik sutka davomida ishlagani uchun xodimlar 2 smena bilan ishlamoqda. O'tkazish joyi kengaysa, hujjat tekshiradigan chegarachilar soni ham ko'paytiriladi. Hozir biz inspeksiya qilganda taqtadik. Hozir bugungi kunda 2 smen ishlayotadi ekan. 2 mo'nat. 2 mo'natga bu o'ta o'g'ir deb hisoblayman men. Negizi agar tuni kun ishlay turgan jumush bo'lsa, biz o'zlik quramni ko'chirishimiz kerak. Yo'q deganda 3 menga o'tishimiz kerak. O'shanda yengillik bo'ladi. Mahalliy yashovchilar bu yerda ertalabdan 2 tomonga o'tib savdo qilganlar soni ko'p bo'lishini ta'kidlashdi. Tushdan keyin navbat kutganlar soni keskin ortib ketadi. Bu yerda ertamenan ko'p bo'ladi. Ertamenan ochib ko'p bo'ladi. Hozir
Erteң menen mana jaqdan o'zbeklar misolan savdo qilib bozorga kelishga harakat qiladi. Do'stlik nazorat bekatini kengaytirish uchun uning yonidagi 35 ta uy surdirilgan. Ularning ikkitasi tovon puli oz deya sudga ariza bilan murojaat qilgan. Yaqin kunlarda sud qarori chiqishi kutilmoqda. Agar masala ijobiy yakunlansa, Do'stlik nazorat bekati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablariga mos ravishda kengaytiriladi. Hilol Ashurova, Marat Akinbek o'g'li, Nursulton Abdukarimovich, Intimaq. Jallobod shahrining kurort hududidagi pista o'rmonini qurt qopladi. U yerda jami 400 gektarga yaqin pista maydoni bor. Hozirda hududning deyarli barcha yerida zararkunandalarni ko'rish mumkin. Bu holga kelishga nima sabab bo'lgan? Nima sababdan oldi olinmagan? Savollarga muxbirimiz javob izlab ko'rgan. Jalolobod shahrining kurort hududidagi pistalarni qurt bosgan. Bu yerda umumiy 400 gektarga yaqin pista maydoni bor. Hozirda hududning barcha yerida zararkunandalarni uchratish mumkin. Buni mahalliy yashovchilar tegishli muassasalar oldindan doralash ishlarini olib borishmaganida deb ayblashmoqda. To'qay rahbariyati masalani mablag'ga bog'lamoqda. Pista o'rmonida yil sayin mart-aprel oylarida malak qurtlar paydo bo'la boshlaydi. Ammo bunday vaqtlarda hech qanday doralash ishlari olib borilmay, o'rmon vayron bo'lmoqda deydi mahalliy aholi. Shu malak qurt deyм, buni ertaroq boshlash kerak эле дарылоо. Учурунда ошо башталганда эле, жалбыраак башталганда эле түшкөн бул qurt. Анан 1-2 күн болду, эми дарылады. Biroq kech bo'lib qoldi. O'rmonning aksar qismi, aniqrog'i 214 gektar maydonni shahar ko'kalamzorlashtirish muassasasi nazorat qiladi. Ular shahar aholisining tanqidlarini inkor qilishmoqda. Chunki kimyoviy dorilashga ruxsat bo'lmagani uchun bahorda biologik dorilash olib boriladi. O'sha to'qoyishimiz bilan shu resikladkasin erta jazda teriladi, kuzda teriladi. Buni qishda buna kuzda resikladkani qo'yadi, mana avgust nimalarida. Andan keyin o'sha kuzda o'sha tersa bo'ladi-da, yachiqlatgan qo'ygandan keyin janobi. Mutasaddi tashkilotdan qo'shimcha qilishganiday zararkunandalarni yo'q qilish bo'yicha bir necha kun avval yana dorilash olib borilgan. Natijada malak qurtlari yo'q qilinganini aytishadi. Yuqoridagi ko'zbo'yamachilikni esa muassasa xodimlari mablag'ning tanqisligi bilan tushuntirishadi. Chunki yil sayin o'rmonni dorilashga 35 ming so'mgina ajratiladi. Mazkur miqdor 200 gektardan ortiq maydonni dorilashga yetmaydi. Men uni tekshirgan biz, yetakchi yuzman. O'sha yo'lning bo'yini emas-da bu. Mashina shu yo'lning bo'yina janaqa shu mashinalar yura turgan gana yerlarda обработка qildi. Anan bo'rilarni odam bilan qilish kerak ekan. Buni to'liq qilish qiyin-da. Pista maydonining 180 gektari Qoraolma o'rmon xo'jaligi qaramog'ida. U yerda ham xuddi shunday manzarani ko'rish mumkin. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, umumiy 400 gektar o'rmonning 3dan 1ni malak bosgan. Ta'kidlab o'tsak, zararkunandalarning bunday tarzda qoplanishi nafaqat bu yil kuzatilmoqda, balki har yil mana shunday muammo yaratadi. Oqibatda hosilga zarar bo'lmoqda. Umida Mirzabayeva, Qabulbek Ko'chkonbayev o'g'li, Shayx Zairbek o'g'li, Intimaq, Jallobod shahri. Qizilqiya shahrining markaziy ko'chalari bo'yicha mashina qo'yish 10 so'mdan 30 so'mgacha baholanadi. Ayni vaqtda pul to'plagan xodim avtomobillarni noqonuniy to'xtatishga ruxsat berib, haydovchilar orasida kelishmovchiliklar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Mavzuni muxbirimiz o'rgangan. Qizilqiya shahridagi Asanaliyev ko'chasining ikki tomoniga mashina qo'yilgan. Bozor shu hududda bo'lgani uchun qatnov va tirbandliklar ko'p. Aholi xavfsizligini saqlash maqsadida avtomashina to'xtash joylarida maxsus xodimlar ishlaydi. Ular avtomashinalarni to'xtatishga yordam berishadi va haydovchilardan turli miqdorda joy haqqi olishib, evaziga tasdiqlovchi kvitansiya berishmaydi. O'zbekchaga qo'yamiz. Mana svetoforning usti jag'idagi 10 so'm deydi. Mana yer bilmayman qancha deydi. Oncha 10 so'm deydi, biraz naqsa 20 so'm deydi. Bilib bo'ldi. Например, mana yerga qo'ygan bo'lsang, o'zining stanshiga bo'lib. Bu yerda 20 so'm oladi. Lan boshqa yerga olib qo'ygan bo'lsang, обязательно oladi. Şeyligini tanımaydi. Chek yo'q. Oladi, keyingi nimaga bo'lsang, dag'ini oladi. So'qat rayonlarga olib qo'ygan bo'lsang, hal yerda sразу chek berib, no'qat rayon. Qalagan shartni qalagan yerga olib qo'ysang, chekni ko'rib ketaverasiz. Asanaliyev va Молодежный ko'chasida esa avtomashinalar to'xtash uchun yer ajratilmagan. Yo'l harakatiga to'sqinlik qiladigan yerda mutasaddi tomonlar avtomashina to'xtatish uchun ruxsat berib pul oladilar. Agar avtomashinalarga biron ziyon yetsa, pul olayotgan tomon ta'minlab bermaydi deydi haydovchilar. Parkovkaga место yo'q. Bu avariyani nima sazovat etadi-da, qo'ygan. Ikkinchidan aqchalgandan keyin bular bir narsaga javob bermaydi. Eğer maşinenin birini men qo'yib ketsem, o'tganda biri suzib ketdi. Men ko'rib o'ptirdim.
Kelib aytsa men bilmeyim deydi. Ras akça algandan keyin al жооп berish kerak. Bunday holat shahardagi 2 ko'chaning 1 chaqirimdan ortiq qismida uchraydi. Shahar ma'muriyati vakillarining so'zlariga ko'ra 10 so'mdan haq olishadi, biroq ba'zi joylarda 30 so'mgacha talab qiladilar. Haydovchilar haq to'layotgan qog'ozni talab qilish kerak deydi shahar meriyasi vakillari. Sababi kvitansiya bo'lsa, avtomashina xavfsizligi uchun xodimlar javob beradilar. Buning aksi bo'lsa, avtomashina egasini sudga berish huquqiga ega. Men o'ylayman, har bir inson o'zi mashinasini qo'yib parkovka akcha to'lagandan keyin o'sha parkovkadan обязательно kvitansiya so'rash kerak. Qo'lda kvitansiya bo'lsa, chiyib ketsa, urib ketsa, parkovkaga javob beradi. Javob berish kerak. To'lab berish kerak. Sotga qayrilishga haqqi bor. Ana akchani berib qo'yib, kvitansiyadan talab qilsa, qana shu ayb shuni imенно odamlarning o'zida. Har yili shahar kengashi tomonidan tanlov e'lon qilinib, xususiy tadbirkor yoki hissadorlik jamiyati tomonidan avtomashina to'xtash joylariga xizmat ko'rsatish xodimlari tayinlanadi. Ular yo'l tozaligi, xavfsizligi va tartibni nazorat qiladilar. O'tgan yil Hasan Aliyev va Molodojniy ko'chasidagi avtoto'xtash joylaridan shahar g'aznasiga 1 million so'mdan ortiq mablag' tushgan. O'sh oblasining turg'uni Mamit Tashtanov O'zbekiston davlatini velosiped bilan aylanib chiqish uchun yo'lga chiqdi. 4000 kilometrni bosib o'tish uchun velosipedning yangi turini sotib oldi. Agarda yo'lda texnik muammolar yuz bersa, safarni davom ettirish uchun kerakli ehtiyot qismlari ham bor. Tashtanovning qo'shni davlatga ilk safari haqida navbatdagi lavhada ko'ring. Mamit Tashtanov O'zbekistonga mana shu velosiped va bitta sumka bilan sayohatga chiqmoqchi. Velosipedni bundan 7 oy avval 70 ming so'mga sotib olgan. Toshkentda misol uchun 5 million xalqi bor. Ag'a mana поворотниктер bor. Ishlab turadi. Levoy, правый bayog'i yo'llarda yurganda. Sevanda tramvayli, trolleybusning barliq liniyalar bor. Mana bu speedometr bor. Kilometr, speedometr, soat ko'rsatib turadi. Mana bu скоростьлari. Жеңіл скорость жана нор скорость. Бар ана мына аварийный свет. Күндөш кеткенде мына андагын аварийni ishlatib ketadi. Qahramonimiz 70 yoshga yaqinlashib qolgani bilan sport bilan muntazam shug'ullanganligi uchun tetik. Velosiped bilan uzoq masofaga borish sog'liq uchun foydali deydi u. U bungacha O'zbekistonga biror marta ham bormagani uchun qo'shni davlatni velosiped bilan tomosha qilishga qaror qilgan. Odamni jashartatgan o'shal sport doimo tetik jurasing. O'zbekistonni tanlagan shu O'zbekiston bilan yaxshi qilimlardan beri yashab keladi. Shu do'stlik, baylanish bo'lib doimo do'stlikda yurib, bir tuğanday bo'lib yashash men qalayimda ikki elning o'rtasida shu oltin ko'prik bo'lgim keladi shu. U velosipedda umumiy uzunligi 3,5 ming chaqirimdan iborat Andijon, Buxoro, Samarqand kabi 7 ta viloyatni 60 kunda aylanib chiqmoqchi. Sayyohlik kompaniyasi uning xavfsizligini ta'minlash uchun O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchiligi bilan so'zlashuvlar olib borgan. Bardығы қауіпсіздік мәселелері қаралған. Мына азыр ушул жүрүштө 3,5 миң километр жүрөт байбы? 3,5 километрге чейин мына сопровождение менен жүрөт. Май кызматкерлеринин Ташкент шаарына барганда Ташкенттин мэри күтүп алат. Mamit Tashtanov bugun O'zbekistonga do'stlik chegarasi orqali o'tdi. 2 oydan keyin Qozog'iston orqali vataniga qaytishni rejalashtirmoqda. Bungacha 300 chaqirim olisdagi Cho'ng'alayni ham velosipedda ko'rib kelgan. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan O'sh shahridagi kam ta'minlangan 1000 dan ortiq bola bayram tadbirlariga guvoh bo'lishdi. Tadbir shaharning 8 yerida uyushtirilib, konsert dasturlari, tanlovlar o'tkazildi. Sayilgohlardagi attraksionlarning ayrimlari bepul, ayrimlari esa bayram munosabati bilan 50% ga arzonlatildi. Bayram tadbirining eng qiziq nuqtasi esa chaqaloqlar musobaqasi bo'ldi deyish mumkin. 1 yoshga ham to'lmagan bolalar qanday musobaqada qatnashdi? Muxbirimiz lavhasida ko'ring. Gilam ustida onalari ushlab turgan bolalar hozir o'zlari mustaqil yura olishmaydi. Endi emaklaydigan vaqti. Bugun birinchi marta emaklash tanlovida ishtirok etishdi. Tanlovga shaharning turli joylaridan taklif qilingan 100 nafarga yaqin bolalar 5 tadan bo'lib belgilangan oraliqqa emaklab borishlari kerak edi. Kichkintoylar orasida Alixan chaqqonligini namoyish eta oldi. U boshqalardan farqli ravishda finalga raqiblaridan avval yetib keldi. Bolaning birinchi muvaffaqiyatidan quvongan ona uni kelajakda sportchi bo'lishini aytdi. Biz
күтпөдүк элек ушундай ийгиликке жетебиз деп, бирок балам азыр кичинекей болуп туруп биздин биринчи ийгилигибиз. Биз абдан кубанычтабыз. Айрыкча бизге абдан башкача сезимдер пайда болду. Себеби булар аз кичинекей андай деп түшүнбөйт эле. Биз өзүбүз ата-энелер биринчи болгондой болуп, абдан асманга учкандай болуп бакырып, аябай сонун өттү. Mazkur tadbir bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan 1-marta o'tkazildi. Shu bilan birga O'sh shahridagi Asilbek Mo'minov nomidagi futbol akademiyasida mashq qilayotgan bolalar bilan shahardagi kam ta'minlangan oila farzandlari va internatda bilim olayotgan 70 nafar bolaga bayram kechasi tashkil etildi. Akademiyadagi bolalar kam ta'minlangan oila farzandlariga sovg'alar berishdi. Бүгін шаарыбыздын бүт булуң бурчтарында, өзгөчө ушул парктарда, скверлерде ошол балдарга болгон салтанаттар, урмат сыйлар көргөзүлүп атат. Албетте, балдарга биз бүгүн колдоо көрсөтө турган болсок, эртең алар биздин келечегибиз, ал мамлекеттин келечеги. Xalqaro bolalarni himoya qilish kunida shahardagi Delfin sport kompleksi yozgi basseyn mavsumini ochiq deb e'lon qildi. U yerda ham ijtimoiy sharoiti nochor bolalar suvga tushib, rasmiylardan sovg'alar olishdi. Qirg'iziston boshqa oblastlarida da Mekon kompaniyasi xizmatkorlari hududlarda baldарды tutab, ish-choralарды ko'rsatishadi. Mekon baldарды qo'rg'ov uchun, baldарды qo'llov uchun hech qachon yordamini ayoy keladi. O'sh shahridagi bolalar ko'nglini ko'tarish maqsadida 25-iyundan boshlab bir oylik aksiya e'lon qilinadi. Tadbir shahar yetakchisi tomonidan tashkil etilib, unda bolalar sog'lig'i ham muntazam tekshirilib turiladi. Биздин шаарда жайгашкан 7ге жакын балдар үйү бар, мектеп интернаттары бар, үй интернаттары бар. Ошол интернаттан балдары менен бирге бул ар бир 13 аймактык кеңеште жашаган биздин аз камсыз болгон миллион балдары, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын баардыгынын толук базасы түзүлгөн бизде социалдык ойноо башкармалыгында. Ошолордун ар бирине даректүү түрдө жардам берүү берилди. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni har yili yozning 1-kunida nishonlanadi. Mazkur bayram 1949-yilning noyabr oyida Fransiya davlatining poytaxti Parij shahrida Xalqaro Demokratik ayollar federatsiyasi kongressida qabul qilingan. Mazkur bayram 1-marta 1950-yili nishonlangan. Hilol Ashurova. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Keyingi yakshanba yaxshi xabarlarga birgalikda nazar tashlash umidi ila xayr, sog' bo'ling.